Assalomu alaykum, xayrli kech, qadrli Deutsch Welle Telegram kanali a'zolari. Kamina Kamron Abduhayev bepul grammatika darslarini o'tishni boshlayman va bugun sizlar bilan 11-darsimiz. Avval o'tilgan 10 ta darsimiz bu Deutsch aber Havo kitobidan o'tilgan va bugungi navbatdagi mavzuyimiz eng muhim mavzulardan biri bu akkuzativ, ya'ni tushum kelishiga. Juda ko'pchilik mana shuni qo'llashda qiynaladi yoki artikellarni moslashtirishda juda ham ko'p qiynaladi. Xo'p, esingizda bo'lsa va ya'ni avvalgi darslarni ko'rgan bo'lsangiz, sizlar bilan artikellarni akkuzativda kelishini ko'rgandik. Ya'ni bosh kelishikda. Kelishlarni ham hammasi 4 tasini yozib tushuntirgandim. Bu hammasi bor kanalda. Xo'p. Va bugun esa buni akkuzativ, ya'ni bir necha qo'shimchalar olishini ko'rib chiqamiz. Ekran yaxshimi? Yozib ko'ringlar, bu yerda hammada yaxshimi? Yozib olinglar, bir 5-6 kishi yozib olsa, plus yozib qoldirsa, davom etaveramiz. Sababi bu yerda bir kishidan yaxshi ko'rinmayapti ekan. Xo'p, qolganlarchi ovozim eshitilyaptimi sizlarda ham? Shunchaki bitta plus yozib qoldirsangiz bo'ladi. Keyin davom etamiz. Sababi ekran yaxshi ko'rinsa, mavzuni yaxshiroq tushuna olasiz. Zo'r. Davom etamiz unda. Agar internet sizda yaxshi emas bo'lishi ham mumkin, bir tekshirib qo'yasizlar. Xo'p, Nomen und Artikel. Akkuzativ. Demak, akkuzativ bu tushum kelishiga edi. Va bu yerda yozib tushuntirishdan boshlayman. Eslab olamiz o'tilgan mavzuni. Demak, bizda nominativ degan kelishigimiz bor edi. Bu bosh kelishik. Bosh kelishik. Va buni hech qanday qo'shimchasi mavjud emas. Ya'ni qo'shimchasiz holati bosh kelishikda keladi. Endi biz bunda misol uchun maskulin bu muskorot artikli der, keyingisi feminin uchun esa di artiklini ko'rgandik. Ya'ni женский rod uchun va neutral uchun yana o'sha das va plural ko'plikda. Va bular endi ya'ni di shaklida. Bular hammasi bosh kelishda, hech qanaqa qo'shimchasiz. Endi bugun o'tadigan shaklimiz bu akkuzativ. Xo'p. Akkuzativ. Bu tushum kelishiga. Tushum kelishigining qo'shimchasi esa o'zbek tilida biladigan bo'lsangiz bu ni. Endi qarang. Nominativdagi so'zlar bor, misol uchun der computer. Bu kompyuter degani. Lekin uni akkuzativga tushiradigan bo'lsak, artikl o'zgaradi va uni ya'ni o'zbek tilida tarjimasi ham kompyuterni bo'lib tarjima qilinadi. Ya'ni akkuzativda artikl o'zgarganda bu ni qo'shimchasini beradi. Demak, qarang. Maskulin uchun ya'ni muskorotda der edi, nominativda akkuzativ esa den shakli bo'ladi. Femininda di edi, yana di shaklida qoladi. Neutralda esa bu das edi, yana das shaklida qoladi. Xo'p, endi pluralda ham o'zgarmasdan di qoladi. Xo'p, bu yerda yozdim, lekin siz tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin. Bitta misol bilan hammasini tushuntirib qo'yaman. Demak, nominativ bosh kelishik. Der artikli, misol uchun der kompyuterda olamiz. Kompyuter. Kompyuter. Buni tarjimasini qaysi yozamiz mana? Kompyuter. Kompyuter. Hech qanaqa qo'shimchasi yo'q. Ya'ni di Frau. Bu degani xonim degani. Hech qanaqa qo'shimchasi mavjud emas. Endi das bu hamma biladigan so'z, yozganimiz yaxshiroq. Bu kitob. Di misol uchun Kinder. Bunda bolalar bo'ldi. Bolalar. Xo'p, ko'rib turganingizdek hech qaysini qo'shimchasi yo'q. Shunchaki so'z bo'lib ketadi. Mana kompyuter, xonim, kitob, bolalar.
Endi buni ni qo'shimchasini qo'shish uchun har bir rodni o'zini akuzativ shakli bor. Ya'ni tushum kelishigida o'zgarish shakli bor artikellarni. Bunda kompyuter then kompyuter bo'ladi. Kompyuter. Then kompyuter bo'lganda endi ni qo'shimchasini qo'shishga majburmiz, sababi akuzativda kelyapti. Then kompyuter degani bu kompyuter ni qo'shimchasini oldi. Mana qavs ichida ko'rayotgan bo'lsangiz, hop, pastga tushirsak bitta yana ham ko'ra olasiz. Die Frau. Hop. Die Frau o'zgarmaydi degan artikel o'zgarmayapti, lekin qo'shimchasi bu xonimni bo'ldi. Endi buni qanday farqlab olamiz deganingizda, gapda qo'llaganingizda, gapdagi nimasi bo'ladi? Fe'lni ma'nosiga qarab bu ni qo'shimchasi qabul qilinishi mumkin. Ya'ni gapda akuzativda kelyaptimi ot yoki nominativdami, bosh kelishikdami yoki tushum kelishikdami? Shuni gapdan farqlab olsak bo'ladi qo'llayotganingizda. Die Frau degani xonimni bo'ladi. Endi das Buch bo'lsa, bu kitobni degan. Kitobni. Ko'rdingizmi? O'zgaryapti. Ya'ni ni qo'shimchasi qabul qilyapti akuzativga tushiradigan bo'lsak artikellarni. Artikellar mana shuning uchun ham kerak. Artikellarni biz eng muhim narsa hisoblaymiz, sababi so'zlarni, qo'shimchalarni o'zgartira oladi ular. Tushum kelishiga qo'ysak, ni qo'shimchasi dativga qo'ysak, ga qo'shimchasini berishi mumkin. Xo'p, va kinder, die Kinder desak, bu bolalarni bo'ladi. Xo'p, bolalarni. Ko'rdingizmi? Xo'p, buni men kanalga ham tashlab qo'yaman. Sababi hozir o'chiradigan bo'lsak, o'sha yerdan ko'rib borsangiz bo'laveradi. Xo'p. Endi mana ko'rdingiz, tushum kelishi va bosh kelishini eslab oldik. Nima uchun kerakligini ham tushundingizmi? Endi qarang, hozir sal kichraytiramiz, bu yoqqa o'tkazib turamiz va xo'p. Bu yerda misolga qaraydigan bo'lsak, mana Elena ist den Kuchen. Hop, men chizib ko'rsatib beraman yaxshiroq. Elena bu subyekt, ya'ni gapning egasi. Predikat, ya'ni ist bu essen fe'lidan yasalgan shakl. Essen degani bu yemoq. Elena ist, Elena yeyapti. Nimani qarang. Nimani deb savol beryapmiz. Demak, den Kuchen, pishiriqni, ya'ni misol uchun men pishiriqni yoki pirogni yeyapman bo'lsa, ni qo'shimchasi bo'ladi. Xuddi shunday bu yerda obyekt akuzativda kelyapti, den artikli. Kuchenni o'zi esingizda bo'lsa, artikli der Kuchen edi. Endi der Kuchen degan pirog pishiriq degan. Ni qo'shimchasini qo'ysak, den Kuchen qilishimiz kerak. Elena is den Kuchen. Elena pishiriqni yeyapti. Ko'rdingizmi? Xo'p, bu aniq artikellar hozirgi ko'rganimiz 5 ta artikel. Xo'p, bu yerda yana misollar bor. Ich kaufe den Mantel. Mana den bu maskulin uchun hozir yozganimiz, mana den bo'lib kelyapti maskulinda. Men paltoni sotib olyapman. Kaufen nima degani? Sotib olmoq. Savol beramiz, qarang. Savol berganda kimni, nimani degan shaklni talab qilsa, o'sha fe'l, demak, akuzativdagi artikelni qo'llashimiz kerak. Ich kaufe den Mantel. Men paltoni sotib olyapman. Yoki Paul bestellt die Tomatensuppe. Ya'ni Paul bu endi tomatensuppe degan, zuppe bu sho'rva, tomatin pomidor degan. Pomidor sho'rvani buyurtma qilyapti. Ko'rdingizmi? Buyurtma qilmoq. Nimani? Ko'rib turganingizdek, akuzativni talab qilyapti. Ya'ni tushuntirishgan. Xuddi shunday, Yulia bezahlt das Obst. Bezahlen degani to'lamoq degani. Endi bezahlen oldida be qo'shimchasi bo'lgan fe'llar odatda akuzativni talab qiladi. Shuning uchun ma'nosi o'zbek tilida tushum kelishligi bilan kelmasligi mumkin, lekin nemis tilida buni tushum, ya'ni akuzativ kelishligi bilan qo'llashimiz kerak. Yulia bezahlt das Obst. Mevani pul to'lab sotib olyapti desak bo'laveradi. Wir lesen die Bücher, biz kitoblarni o'qiyapmiz. Ko'rdingizmi? Wir lesen die Bücher, biz kitoblarni o'qiyapmiz. Bu yerda die o'sha die qo'shimchasini
beryapti va bu tarafda ko'rib turganingizdek feminin uchun D, neutral uchun das, plural uchun D shakli. Mana shu ko'rinishda qo'llaymiz bu aniq artikellarni. Albatta bularni yodlab olishingiz kerak. Yodlab olganingizdan keyin buni mashqlari bor. Mashqlarni bajarganingizda yana ham esda qoladi. Imkon bo'lsa, shu kitob chiqarib olgan bo'lsangiz, yozib qo'ying. Den mantel bo'lsa, mantel ya'ni paltoni, dim tomatni, pomidor sho'rvani, obst mevani, debücher kitoblarni deb mana bu fe'llarni ham tarjimasi bilan yozib qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi hozir yozib bergan kanalga ham tashlagan mana bu ramkadagi misollarni daftaringizga ko'chirib qo'yishingiz kerak. Xo'p. Birinchi mashq bu quyidagicha bajariladi. Mineral Wasser degani bu mineral suv degani. Ich trinke das Mineralwasser. Trinken nima degani? Ichmoq. Savol bering. Fe'llarga siz har doim gap tuzayotganda savol berishingiz kerak. Nimani, kimni? Misol uchun trinken bo'lsa ichmoq. Nimani? Ichmoq, yoki shu shaklda esin, yemoq. Nimani yemoq? Ko'rdingizmi? Nimani? Savoli bu aynan akuzativniki. Misol uchun bormoq, gehen fe'li bor. Gehen degani bormoq. Qayerga? Ko'rdingizmi? Bu akuzativ talab qilmayapti. Qachonki so'roqda ham ne qo'shimchasi bo'lsa, shundagina akuzativni qo'llaymiz. Ich trinke das Mineralwasser. Men mineral suvni ichyapman. Kafe, qahva degani. Endi kofe yoki hop. Misol uchun yozamiz. Ich hop. Ich trinke, men ichyapman nimani? Qahvani deb aytishim kerak. Misol uchun der kafe o'zi aslida der kafe degan qahva degani. Qahvani deb aytmoqchi bo'lsam, uni akuzativga tushiraman. Maskulinda den, den kafe. Men qahvani ichyapman. Ko'rdingizmi? Bu endi sizni to'liq bitta gapingiz. Aynan kitobni yarmiga kelganda siz to'liq gap tuzishni o'rganyapsiz. Ich trinke den Kaffee, men qahvani ichyapman. Ko'rdingizmi? Bu shu ya'ni deyarli katta bir oddiy gap. Yoki zuppe bu sho'rva degani. Endi sho'rvani bizda ichiladi, shuni ichamiz deb aytamiz, lekin nemislarda bu essen bilan beriladi, ya'ni yemoq degan fe'l bilan. Ich esse die Suppe. Men sho'rvani ichyapman. Tarjimasi ichmoq deb tarjima qilinaveradi, chunki bizda shunaqa. Lekin nemislarda bu essen yemoq bilan beriladi. Ich esse die Suppe. Ko'rdingizmi? Nimani? Sho'rvani. Die shaklini qo'llab ishlatdim. Qolgan mashqlarni ham xuddi shunga o'xshatib bajarib qo'yasiz. Mana te degani bu choy artiklini topasiz. Albatta artiklni istasangiz Google ga so'zni yozib topsangiz bo'ladi yoki Deutsch degan ilova bor. Play Marketdan shunday tortib olasiz va shu so'zni yozsangiz artiklini chiqarib beradi. Maskulinmi, femininmi, neutralmi yoki pluralmi? Demak, das steakning so'zi xalqaro bo'yicha das steak deb olaveramiz va ich esse das steak. Men steakni yeyapman. Qolganlarni ham shunga qarab yozma bajarib qo'ysangiz esingizda qoladi. Shunchaki og'zaki bajarib ketmang. Shu 5 daqiqa vaqt ajratib yozma bajarib qo'ysangiz yana ham yaxshi. Xo'p, endi 15-timta artikel. Biz aniq artikellarni hozir birgalikda ko'rib chiqdik. Endi 15-tim noaniq artikellarni akuzativda kelishini ko'rib qo'yamiz va hozir bir daqiqa. Menimcha hammasi yaxshi, hali ham ekran ko'rinyapti, ovozim yaxshi. Xo'p. Demak, aniq artikellarni tashladik. Xuddi shuni endi keling noaniq artikelga o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p. Demak, bosh kelishda biz noaniq artikelimiz ayn edi-ya. Xo'p. Mana shuni o'zini o'zgartirib qo'ya qolyapman, sababi ham vaqtdan tejaymiz, ham yana ham tushunarliroq bo'ladi. Xo'p, endi qarang,
Bu yerda birinchi nominativni ko'rib olamiz. Nominativda non artikellarimiz quyidagicha. Ein kompyuter degani bitta kompyuter degani. Ein kompyuter, bitta kompyuter, hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmayapti. Eine Frau, xonim, ya'ni bitta xonim. Ein Buch, kitob. Bitta kitob degan ma'noda tarjima qilsa ham bo'laveradi. Yoki Kinder, qarang. Biz bilamiz non artikellarning ko'pligi yo'q. Shuning uchun ham bunda biz hech nima qo'ymadik. Kinder bolalar. Endi tushunchaligiga o'tganimizda ham bu quyidagicha bo'ladi. Kompyuter einen kompyuter bo'ladi. Einen kompyuter. Frau esa eine Frau bo'lib keladi. Ya'ni einen kompyuter bu kompyuterni bo'ladi yoki bitta kompyuterni, eine Frau bitta xonimni yoki das Buch bo'lsa ein Buch bo'ladi, bitta kitobni. Endi ko'plikda esa bu Kinder bolalarni bo'lib keladi. Ya'ni bunda hech qanaqa artikel qo'llanmaydi, sababi non artikellarni ko'pligi mavjud emas. Xo'p, buni yana kanalga tashlab qo'yaman. Yaxshilab ko'rib oldingiz-a? Solishtirish uchun. Xo'p. Demak, ko'rib turganingizdek, ni qo'shimchasini qo'sha olyapmiz. Einen kompyuterni, eine Frau xonimni, ein Buch kitobni. Xo'p, endi buni o'chirib tursak ham bo'laveradi. Xo'p. Endi misolini ko'ramiz. Ich bestelle einen Lammbraten. Ich bestelle einen Lammbraten. Bestellen degani buyurtma bermoq degani. Lammbraten degani bu qovurilgan go'sht ma'nosida. Go'sht turi, qovurilgan go'sht turi, demak, men qovurilgan go'shtni buyurtma beryapman. Ko'rdingizda? Go'shtni buyurtma beryapman. Nimani? Go'shtni. Einen Lammbraten. Demak, maskulinda einen bo'lib kelyapti. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, buga nisbatan du ist eine Suppe, sen sho'rvani ichyapsan. Dengizda eine Suppe, sho'rvani. Yoki filmda ayni bo'lib kelyapti. Eva nimmt ein Tagesmenü. Tagesmenü bu nima deb tarjima qilsak bo'ladi? Kunligi taomnoma, faqat bir kunlik taomnoma degan ma'noda. Kun taomnomasi yoki nimmt nemin olmoq. Ein taomnomani olyapti degan ma'noda tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni ein. Bu mana shu ni degan qo'shimchani beryapti. Ko'plikda wir kaufen Orangen, biz apelsinlarni sotib olyapmiz, lekin bu yerda hech qanaqa qo'shimcha mavjud emas. Ya'ni artikel mavjud emas, lekin Orangen apelsinlarni bo'lib kelyapti. Ko'pligi mavjud emas. Xuddi shu shaklda bularni ham misollari bilan, tarjimasi bilan yozib qo'yadigan bo'lsangiz, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Qanday tushuntirayotgan bo'lsam, bir boshdan yozib chiqing daftarga, shunda tushunarli bo'ladi. Shunchaki mashqni bajarib ketadigan bo'lsangiz, bu sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Demak, Übungsfrei ikkinchi mashq juda ham zo'r mashq siz uchun, aynan bajarishingiz kerak bo'lgani diese Verben haben ein Akkusativ Objekt. Ya'ni bu yerda berilgan, mana A'dan boshlab T'gacha berilgan fe'llar hammasi akkuzativ bilan keladi. Hammasi akkuzativni talab qiladigan fe'llar. O'zidan keyin, ya'ni akkuzativ kelishini talab qiladi. Shuning uchun bularni tarjimasi bilan yodlab olib, ishlatsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Xo'p. Demak, qarang. Misol uchun misolini ko'rib, keyin buni ham bittasini bajarib beraman. Fragen bu so'ramoq. So'ramoq degani odatda tarjima qilish shunaqa. Hop, du fragst den Lehrer. Endi fragenni so'ramoq yoki so'roqqa tutmoq deb tarjima qilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Du fragst den Lehrer. Sen o'qituvchini so'roqqa tutyapsan. Ko'rdingizmi? Den bo'ldi. Nimaga den? Sababi bu der Lehrer edi. Ya'ni maskulinni akkuzativga tushiradigan bo'lsak, muskurodagi so'zni akkuzativga tushirsak, den Lehrer. Nimaga aynan den qo'llanyapti? Sababi mana bu yerda b harfini yozib qo'ygan qavs ichida. B degan bu 5 tim degani mana.
Bu 5 deb, ya'ni aniq. Agar qavs ichida u harfi bo'lsa 15 deb. Non artikl qo'yasiz degani. Misol uchun nehmen. Nehmen degani olmoq. Ich nehme einen Tomatensalat. Men pomidor salatni olaman. Ko'rdingizmi? Aynan bo'lyapti. Mana bu yerda u harfi turganligi uchun. Xuddi shu mashqni mana shunga qarab bajarasiz. Birinchi o'rinda mana bezuxin degan fe'l beryapti. Bezuxin degani ko'rgani bormoq degani. Ko'rgani bormoq duga nisbatan ishlatamiz. Duda st qo'shimchasi edi. Du bezost yozamiz. Keling mana shuni. Du bezost. Mana Du bezost, sen ko'rgani borasan. Kimni? Endi bu yerda bizdan nima so'rayapti ekan? B harfini yozib qo'ygan. B harfi demak 5 tim aniq artikl qo'yishimiz kerak. Aniq artikl qo'yish kerak bo'lganda quyidagicha ishlatamiz. Xo'p, Großvaterning artikli der. Ya'ni Vater bu ota degani. Muzika rodidagi so'z. Shuning uchun unga nisbatan aniq artiklni akuzativ qo'yamiz. Den. Ko'rdingizmi? Du besuchst den Großvater. Sen bobongni ko'rgani borasan. degan ma'noda kelyapti. Yoki bezahlen degani bu to'lamoq degani. To'lamoq. Xo'p. Odatda oldida be qo'shimchasi bo'lsa, bu akuzativni talab qiladi degani. Ko'p holatlarda, 90% dan yuqori holatlarda be bo'lsa, oldida ajralmaydigan qo'shimcha edi ham. Be bo'lsa, bu o'sha akuzativni talab qiladi o'zidan keyin. Ihr bezahlt, irda t qo'shimchasi edi. Hop. Bir daqiqa. Ir bezahlt. Ir bezahlt. Endi bu yerda ham 5 temp, ya'ni aniq artikl qo'yishimiz kerak ekan. Die Fahrkarte. Die Fahrkarte. Shu shaklda. Keyingisi mana ayni Reise bo'ladi. Ayni Reise. Chunki Reisening artikli die o'z aslida noaniq artikli ayni bo'ladi. Ayni Reise. Sen sayohatni band qilyapsan degan ma'noda buxin degani band qilmoq. Du buchst yozib qo'yamiz, mayli buni ham. Du buchst ayni Reise, sen sayohatni buyurtma qilyapsan degan ma'noda keladi. Xuddi shunday. Qolganlarni ham mana shunday qilib yozib qo'yasiz. Istasangiz kitobga birinchi yozing, keyin uni daftarga ko'chirib qo'ysangiz, bu yana ham tushunarliroq bo'ladi. Imkon boricha mana shu fe'llarning hammasini tarjimasini tashlab qo'yishga harakat qilaman Telegram kanaliga, ya'ni Deutschbilik Telegram kanaliga. Va aniq va noaniq artikllarni akuzativda kelishi, ya'ni ni qo'shimchasini olib kelishi xuddi shu shaklda bo'ladi. Agar dars sizga yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib qo'ying, agar siz buni YouTube dan ko'rayotgan bo'lsangiz. Xo'p, davom etamiz. Davomidan quyidagicha. Bu yerda kichik bir qoidacha bor. Ich esse einen Toast. Toast degani bu non turi. Ya'ni qirqilgan non bo'ladi, o'tda o'sha. Ich esse einen Toast. Men o'sha nonni yeyapman. Subjekt mana S harfi bilan berilgan. Bu subjekt degani. P harfi esa bu predikat. Kesim. Subjekt, predikat, obyekt degani bu o'sha akuzativni bildirib kelyapti. To'g'ri so'z tartibi yoki noto'g'ri so'z tartibida aytsak bo'ladi. Biz buni taxminan 3-darsimizda o'tgandik. To'g'ri so'z tartibi, noto'g'ri so'z tartibi. Nima uchun kerak edi? Biz noto'g'ri so'z tartibida biz o'zimiz aytmoqchi bo'lgan, ya'ni ta'kidlab aytmoqchi bo'lgan so'zimizni oldiga olib o'tsak bo'ladi. Ich esse einen Toast, men nonni yeyapman yoki einen Toast esse ich, men nonni yeyapman degan ma'noda urg'uni ko'proq birinchi so'zga berishimiz uchun. Shu shaklda. Xo'p, o'lchov birliklari bor. Eine Tasse Tee degani bir piyola choy degani. Eine Tasse bu o'lchov birligi, ya'ni bir piyola degani. Eine Tasse. Ich trinke eine Tasse Tee. Men bir piyola choy ichaman. Torte bu tort, ein Stück degani bir bo'lak degani. Ein Stück Torte. Ich esse ein Stück Torte.
Men bir bo'lak tort yeyman degan ma'noda kelyapti. Xo'p, endi bu aynan pishiriqlarga nisbatan shu tug ishlatsak bo'laveradi. Apfelsaft. Apfelsaft bu olma sharbati va ayni flashi ko'rib turganingiz bu bir butilka degan ma'noda, bir baklashka yoki ayni flashi apfelsaft bir butilka olma sharbati degan ma'noda tarjima qilsak bo'laveradi. Xo'p, endi shokoladi. Shokoladi bu shokolad. Shokoladni biz o'lchov birligida ayni tafel deymiz. Ayni tafel degani o'zi tafel degani aslida nemis tilida doska degani. Doska degani, lekin ayni tafel shokoladi bo'lsa bir plitka shokolad. Ya'ni bir plitka bo'ladi-yu, xuddi shu ko'rinishda ayni tafel shokoladi bir plitka shokolad ma'nosida o'lchov birliklarini ko'rsak bo'laveradi. Endi buni istasangiz to'g'ri so'z tartibida, istasangiz noto'g'ri so'z tartibida qo'llab qo'ysangiz bo'laveradi. Hop, Übung 3. Uchinchi mashqni aynan shu shaklda bajarishingiz kerak. Hop, tasvirga qo'shamiz. Erdnüsse. Erdnüsse degani bu yer yong'oqlar ma'nosida. Yer yong'oqlar. Was ist du? Qarang, was degani nimani degan ma'noda kelyapti bu yerda. Nimani yeyapsan? Essen yemoq. Duda ist bo'ladi. Erdnüsse isik. Men yer yong'oqlarni yeyapman. Ko'rdingizmi? Noto'g'ri so'z tartibi bilan beryapmiz. Sababi nima? Sababi bu yerda o'sha akkuzativ ni qo'shimchasini erdnüsse ko'plikda bo'lganligi uchun hech qanaqa qo'shimcha qo'ymayapmiz. Artikl qo'ymayapmiz. Yoki glass mineral wasser deb yozib qo'ysa, demak buni o'zini aytishimiz kerak. Was trinkst du? Nima ichyapsan? Ya'ni nimani ichyapsan? Ein Glas mineral Wasser trinke ich. Bir stakan, glas stakan ma'nosida bir stakan mineral suvni ichyapman degan ma'noda keladi. Misol uchun kotlet das artikli. Bu yerda qo'llamasak ham bo'laveradi. Yoki tassi mana bir chashka qahva. Bir chashka qahva. Ich esse ya'ni bu yerda hop trinke bilan ishlatamiz. Yozib beraman. Tushunarliroq bo'lishi uchun. Hop, demak quyidagicha. Buni qanday bajaramiz? Birinchi o'rinda o'zimiz so'roq gap tuzib olamiz. Was trinkst du? Nimani ichyapsan? deb savol tuzamiz birinchi va unga o'zimiz javob beramiz. Ich trinke. Hop. Endi tassiga nisbatan noaniq artikl bu ayni edi. Ayni tassiti. Shuning uchun ayni tassi kafe. Endi nimaga aynan qahvani artikli olinmadi? Chunki bu yerda tas oldida tassi degan so'z bor, ya'ni piyola yoki chashka degan so'z bor. Mana shuni artikliga nisbatan noaniq artikl qo'llanyapti. Ich trinke eine Tasse kafe. Men bir piyola yoki bir chashka qahvani ichyapman degan ma'noda keladi. Ko'rdingizmi? Bu o'lchov birliklarini aynan noaniq artiklda bir dona ekanligini ifodalamoqchi bo'lsak, ishlatamiz. Banane mana misollar qolganlarini ham xuddi shu ko'rinishda bajarib qo'ysangiz bo'ladi. Trauben, teller degani bu likop degani. Likopcha. Stuk bo'lak, bu yerda glass bor, portsion degan portsiya. Ya'ni o'zbek tilida qanaqa aytilishini bilmayman. Agar bilsangiz izohga yozib qo'ying. Portsion, ya'ni portsiya o'zbek tilida nima deb atalishini. Tafel degani bu plitka, tafel shokolad. Buni hammasini mana shunga qarab bajarib qo'yasiz. Va yana bir muhim ikkinchi qismi darsimizda yana bir muhim joyda bu albatta artikllar mavzu etilganda negatsion, ya'ni inkor artikllari ham o'rgatiladi. Bu kein. Endi juda ham oson bo'lishi uchun men kursda har doim aytaman, noaniq artikllarni oldiga k harfini qo'shib qo'ysangiz inkorga aylanadi.
Misol uchun, ich nehme einen Apfelsaft. Einen qo'llasak, men olma sharbatini olyapman bo'ladi. Agar oldiga kni ham qo'shib qo'ysak, keinen, men olmayapman bo'ladi. Ich nehme keinen Apfelsaft. Men olma sharbatini olmayapman. Ich esse eine Suppe, men sho'rvani ichyapman. Lekin agar buni oldiga k harfini ham qo'shib qo'yadigan bo'lsak, keine Suppe, men sho'rvani ichmayapman degan ma'noda keladi. Ich brauche ein Mathematikbuch. Menga matematika kitobi kerak. Agar kni qo'shsak, kein Buch, ya'ni menga kerak emas bo'ladi. Ya'ni inkor. K harfini oldiga shunday qo'shib qo'yish bilan inkorni yasasangiz bo'laveradi. Ich kaufe keine Orangen. Endi ko'plikka e'tibor bering. Ko'plikda ham biz inkorni ishlatamiz. Non artiklni ko'pligi bo'lmasa ham, lekin inkor artiklni ko'pligi bor. Keine bo'lib keladi. Har qanday vaziyatda shu keine holati. Ich kaufe keine Orangen. Men apelsinlarni sotib olmayapman. Mana bu yerda ham ramka ichida bor. Maskulin keinen, feminin keine, neutral kein. Pluralda ham keine bo'lib kelyapti. Xuddi shu shaklda bularni albatta yozib, ma'nosi bilan yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni hozirgi aytgan qoidam, agar non artikllarga oldiga k qo'shib qo'ysak, bu inkorni bildiradi. Aynan otni inkor qilib keladi. Biz fe'lni emas, otni o'zini inkor qilyapmiz. Shuning uchun buni chalkashtirib yubormang, nicht inkor shakli bilan. Xuddi shunday, endi albatta akkuzativ mavzu o'tilganda bu haben fe'li ham o'tilishi kerak. Nimaga? Sababi bu uzviy bog'liq ikkalasi. Xo'p, demak hozir sizlar bilan aniq artikllarning akkuzativda kelishini, noaniq artikllarning ham akkuzativda kelishi va inkor artiklning ham akkuzativda kelishini ko'rib chiqdik. Habni o'rganishimizdan oldin dars tushunarli bo'lyaptimi? Shuni izohda yozib qoldirsangiz bo'ladi. Men mana xabar tashlayapman. Shu xabarning tagida tushunarli bo'layotgan bo'lsa plyus yoki yo'q, istalgan nemischa so'zni yozib kelsangiz ham bo'laveradi. To'l, prima, klasse, shpitse degan joylari bor. Ajoyib degan ma'noda. Istalgan o'zingiz maqtay oladigan nemischa so'zni yozib ketsangiz davom etamiz. Ya'ni tushunarli bo'lyaptimi rostdan? Bu yerda hop 21 kishi bor ekan. Mavzu tushunarli bo'lyaptimi sizga? Eshityapsizmi o'zi? Ekran ko'rinyaptimi? Ovozim boryaptimi? Bir yozib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'p, yozib qo'yamiz va keyin davom ettiramiz bir nechta fikrlarni o'qigandan keyin. Demak, shu shaklda akkuzativ bu tushum kelishiga ni degan so'z. Ni degan qo'shimcha, ya'ni. Tushunarli bo'layotgan bo'lsa yaxshi, shunchaki yana yo'q. Bir kishi yozdi. Qolganlar eshityaptimi meni ham? Qolganlar ham eshityaptimi? Va izohga yozib keting. Agar eshitayotgan bo'lsangiz, dars tushunarli bo'layotgan bo'lsa va hozir ikkinchi qismi, ya'ni habni ham o'tib beraman. O'zi habni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Bor bo'lmoq, ega bo'lmoq degan ma'noda keladi. Xo'p. Va yana bir necha daqiqa shuni haqida gaplashamiz va darsimiz o'zi keyin yakunlanadi. Savol-javoblarga o'tsak ham bo'laveradi. Xo'p. Yaxshi. Shunchaki plyus yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Juda ham zo'r, fikrlardan xursandman va qolganlar ham yozib qo'ysa xursand bo'lardim. Xo'p, davom etaveramiz bo'lmasa. Haben. Haben fe'li bu bor bo'lmoq, ega bo'lmoq degan ma'noda tarjima qilinadi va har doim o'zidan keyin qoida qilib yozib oling. O'zidan keyin akkuzativda noaniq artiklni talab qilib keladi. Ya'ni haben fe'li har doim o'zidan keyin noaniq artiklni talab qiladi va u akkuzativda bo'lishi kerak. Shuning uchun ham aynan akkuzativ mavzusida biz haben fe'lini ko'ryapmiz. Shu paytgacha ko'rmagandik, lekin mana kitobni yarmi yeganimizda berib qo'yibdi bizga. Ich habe einen Wagen. Wagen degani bu aravacha. Ich habe einen Wagen. Menda bitta aravacha bor degan ma'noda. Du hast einen Wagen yoki Lena hat, Theo hat, hammasida haben fe'lini. Misol uchun sizga tushunarli bo'lgan bitta misol keltirib beray, osonroq bo'ladi.
Misol uchun kompyuter aynan kompyuter degani kompyuterni degan ma'noda keladi ya. Endi yozamiz. Menda kompyuter bor deyish uchun biz ishlatishimiz kerak. Ich habe einen Computer. Ko'rdingizmi? Menda kompyuter bor degani, men kompyuterga egaman degan ma'noda keladi. Bu yerda hech qanaqa o'zbek tilida tarjima qilsak, hech qanaqa ni degan qo'shimcha yo'q. Menda kompyuter bor. Ni qo'shimchasi bormi? Gapimizda yo'q. Lekin nemis tilida bu talab qilinadi. Ich habe einen Computer. Menda kompyuter bor. Yoki du hast einen Computer. Senda kompyuter bor degan hast shakli kelyapti. Habni shaxs sonda kelishini yodlab olishingiz kerak. Juda ko'pchilik ikkilanadi yoki xato yozadi. RZSda bu xat bo'ladi. RZS xat aynan kompyuter. Unda o'g'il bolaga nisbatan ishlatdik bu yerda. Kompyuter bor degan. Wir haben einen Computer bu sizlarda bizda kompyuter bor degan ma'noda keladi. Wir haben einen Computer. Yoki ihr shaklini oladigan bo'lsak, ihr degani bu sizlar. Ihr habt einen Computer. Ya'ni sizlarda kompyuter bor ma'nosida ishlatilyapti. Ko'rib turganingizdek. Xo'p, va oxiridagi hurmat shakli yoki ko'plik shaklidagi zi ikkalasi ham haben bo'lib kela oladi. Va ayni kompyuter. Sie haben einen Computer. Sizda kompyuter, ya'ni bor yoki ularda kompyuter bor degan ma'noda kelyapti. Tarjimasi shunaqa. Haben fe'li bu nemis tilida eng muhim ikkita fe'l bo'lsa, bittasi haben, bittasi sein. Va siz uni hech qanday bir xatolarsiz yoki hech qanday bir ikkilanishlarsiz shaxs sonda kelishini bilishingiz kerak. Ich habe, du hast, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben shakllarini deb yodlab olishingiz kerak va shunda ancha oson bo'ladi. Xo'p, endi 4-chi va 5-chi mashqda aynan shunga bog'liq bo'lgan shakllar bor, inkorga bog'liq, haben bilan bog'liq bo'lgan. Demak, Übung 4, 4-chi mashq. Beispiel, misol berilgan, endi biz bulardan o'zimiz habni qo'llab gap tuzishimiz kerak. Misol uchun Uhr degani bu soat degani. Ich degani bu men degani. Leider habe ich keine Uhr. Afsuski menda soat yo'q. Ko'rdingiz-a? Bu yerda alohida so'zlar bor. Leiderni hamma gapda qo'llaysiz, boshlash uchun, chunki afsuski degani. Endi inkorni ham qo'llashimiz kerak ekan. Urni artikli die Uhr, eine Uhr. Menda, ya'ni keine Uhr bo'lib kelyapti, shuning uchun leider ich habe keine Uhr. Xo'p, endi asni ham bajarib tushuntirib beraman. Xo'p. Demak, urlob va max degan so'zlarni beryapti. Endi birinchi o'rinda biz leiderni qo'llashimiz shart. Leider, afsuski, maxga nisbatan habenni qo'llasak qanday bo'ladi? Ko'ramiz. Mana nisbatan olinadi. Hat. Ko'rdingizmi? Leider. Leider hat, max, afsuski maxda deb aytdik. Endi urlob degani ta'til degani. Ta'til. Uni artikli der urlob endi inkorga ishlatadigan bo'lsak keinen bo'ladi. Chunki mana yuqorida ko'rdik. Maskulinda keinen bo'lar ekan. Haben o'zidan keyin inkor, ya'ni akkuzatsiya taraf qilyapti. Leider hat Max keinen Urlaub. Bu ko'rinishidan murakkabga o'xshaydi yoki men aytayotganimda, tushuntirayotganimda murakkab o'xshaydi, lekin siz tushunib, hozir aytganlarim hammasini yozib, tarjimasi bilan yozib, buni bajaradigan bo'lsangiz, bittada tushunib olasiz. Bittada tushunib olasiz va istalgan vaqt oson qo'llab keta olasiz. Shu shaklda. Keyingisi B-sini ham misol uchun leider, afsuski deganim, hast, mana duga nisbatan, chunki duni beryapti bu yerda. Leider hast du keine Kamera. Afsuski senda kamera yo'q degan ma'noda kelyapti. Shu shaklda qolganlarni ham yozib, to'g'rilab qo'yasiz va albatta buni yozma bajarishingiz kerak. Agar rostdan ham mana shu bugun o'tirayotgan mavzuni siz mustahkamlab olishni istasangiz, buni yozma bajarishingiz kerak. Shunda maksimal
Men tekshirmasam ham siz hozir o'zi deyarli hammasini to'liq tushuntiryapman. Bundan keyin siz men aytgandek yozib qo'ysangiz bo'ldi. Hech qanaqa xatosiz bo'ladi. Hop, 5-chi mashqda nima qilamiz? 5-mashqda so'z berilgan, biz bitta so'zni biz ikkita gapga aylantirishimiz kerak. Bunaqa qanaqa qilamiz? Ya'ni hop, bu choy degan. Choyni nima qilamiz? Ichamiz, ya'ni trinken fe'lini qo'llaymiz ekan. Trinkst du einen Tee? Choyni ichyapsanmi? Trinkst du einen Tee? Choyni ichyapsanmi? Nein, yo'q. Yoki choy ichasanmi degan ma'noda. Choy ichasanmi desa, nein danke, yo'q, rahmat. Ich trinke jetzt keinen Tee. Men hozir choy ichmayman degan ma'noda kelyapti. Ko'rdingizmi? Xuddi shu qolip bo'yicha ishlatamiz. Endi bu yerda T'ni artikli der edi, nonning artikli aynin bo'lyapti. Men choyni ichasanmi? Yo'q, rahmat. Men hozir choyni ichmayman. Ko'rdingizmi? Ni keinen Tee. Bu yerda inkor qani? Inkor artikli bor, keinen. Bu yerda aynin, bu yoqda keinen. Endi birinchisini ham asini bajarib tushuntirib beraman. Qolganlarini keyin artiklini topib, inkorni topasiz, non artiklini akuzativga tushirasiz. Xuddi shunday qilib shoshmasdan bajarishingiz kerak, tushunib olib. Apfelkuchen, olmali pirog. Olmali pirog, demak buni biz essen qilamiz, ya'ni yeymiz. Apfelkuchen. Aytamiz. Isst du einen Apfelkuchen? Olmali pirogni yeysanmi? Ko'rdingizmi? Mana isst du, nimaga esni qo'lladim? Sababi olmali pirogni biz yeymiz. Shuning uchun. Nimaga ayni qo'llayapman? Sababi kuchenni artikli der edi. Der edi, non artikli ayn, nominativda. Akuzativga tushirsak aynin bo'ladi. Olmali pirogni yeysanmi? Bo'ldi gapimiz. Endi aytaman, nein danke. Yo'q, rahmat. Yo'q, rahmat deb aytdik. Endi qo'llaymiz. Nein danke. Ich davom ettirib, ich trinke. Yo'q, rahmat. Men jetzt degani hozir degan. Jetzt, ich trinke jetzt keinen Apfelkuchen. Apfelkuchen shakli. Ya'ni men hozir pirogni yemayman. Men hozir olmali pirogni yemayman degan ma'noda kelyapti. Mana kein oldiga k harfini qo'shib qo'ygandik, inkor ma'nosini beryapti. Xuddi shu shaklda buni qolganlarini ham bajarib qo'yasiz. Pizzani artikli di bo'lishi kerak, adashmasam. Misol uchun isst du eine Pizza? Nein, danke. Ich esse jetzt. Bu yerda trinken deb yozib qo'yibman. Hop. Esse bo'lishi kerak. Ich esse jetzt keinen Apfelkuchen. Men hozir olma sharbatni, olmali pirogni yemayman degan ma'noda keldi. Hop, bu yerda agar bunga nisbatan do'xni ishlatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni do'xni yo'q, ich is bo'lmaydi. Ich esse bo'ladi. Hop, qaysi menimcha 4-darsimizda bu kuchli fe'llar mavzusini o'tganman. Kuchli fe'llar mavzusini bir ko'rib qo'ying. Aynan o'sha yerda essen bilan bog'liq tushuntirishlar bor. Ya'ni kuchli fe'llarning o'zagida o'zgarish bo'ladi. Duda ist, ishga nisbatan esse bo'ladi. Shunaqa. Do'xni qo'llay olmaymiz. Nimaga? Buni tushuntirgandim. Hop, qachon tushuntirgandim? Nechinchi darsimiz? Aniq esla olmayapman, lekin allaqachon o'tganmiz buni. Taxminan so'roq so'zsiz so'roq gaplarda 3-darsimiz bo'lishi kerak. 3-darsimizda shunday ko'rsangiz, do'xni qachon ishlatamiz degan savolga javob berilgan. Va hozir aytsam, bu darsimiz cho'zilib ketishi mumkin. 3-darsni ko'rasiz, o'sha yerda ya nein frage shaklida o'tganman. Darsning oxirrog'ida bor. Xo'p, va qolganlarini ham xuddi shu shaklda bajarasiz. Savollar tug'ilsa, albatta shunday
izohlarga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Imkon qadar o'zim javob berishga harakat qilaman. Bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi va sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta shu tushunarli bo'lyaptimi degan postdagi shunchaki izohingizni yozib qoldiring va bu keyingi darsimizda ham o'z vaqtida va yaxshi kayfiyatda boshlashimizga sabab bo'ladi. Xo'p, demak sizlar bilan bugun 11-darsimiz bo'ldi. Keyingi yakshanba kuni Xudo xohlasa 21:00 da sizlar bilan personal pronomen akkuzativ, ya'ni akkuzativ mavzusida davomi bor. Bu hali hammasi emas. Ya'ni kishilik yolboshlarini akkuzativda kelishi bor. Kishilik yolboshlari qanaqa? Meni, seni, uni, bizni, mana shular akkuzativ ham kelishi mumkin. Shularni keyingi 12-darsimizda sizlar bilan o'tamiz. Hozir bu dars yoqqan bo'lsa, izohlar yozib qoldiring, fikrlaringizni yozib qoldiring. Like bosing agar YouTube'da ko'rayotgan bo'lsangiz va shunaqa. Demak, yozib olishni hozir yakunlayman va kimdadir savollar bo'lsa, 6 daqiqa vaqtim bor, bemalol bersangiz bo'laveradi.